O'zbekchiligimizda kobaltchilar alohida, jentrachilar alohida-da. Qaysi biri yaxshiroq deb ko'p urishadi. O'shanga hozir chek qo'yamiz. Ya'ni kobaltni ham o'yin to'kamiz, jentrani ham o'yin to'kamiz-da. Qaysi biri uzoqroq yurar ekan, ko'ramiz. Jentra yutadimi, kobalt yutadimi, men hali o'zim ham bilmayman. O'zbekistonda bunaqasi hali bo'lmagan. Eksperimentni rostagasimi? Zavod bo'ladimi yo'qmi? Uni ham bilmayman. Bismillah. Zavod bo'ldi. Moysiz, kobalt qancha yurar ekan ko'ramiz. Katta. Yuryapti gap yo'q-ku. Нормально. Они не говорили mana. Вот. Yuriyapti. O'zimizni jemam, yomon emas. Ko'zlami moysiz yuriyapti mashina. O'chdi. Voy, o'chdi. Qanchada o'chdi? Eng qizig'i, kobalt shu vaqtda o'chdi. Kobaltni o'zingiz ko'rdingiz, 1 minut 7 sekund bo'ldi. Jentra qancha yurar ekan? Menimcha jentra uzoqroq yursa kerak. Motor portlab ketmasa bo'ldi, boru. Oh, bismillah. Oh. Yaxshi. Zo'r. Motor sal shaqillayapti, lekin o'chmadi hali. Hop, qaytib olamiz sekin. Sal tarillagan ovoz chiqdi. Ovoz qattiqlashib ketyapti, ovoz qattiqlashib ketyapti. Ovoz eshityapsizlarmi? O'chdi. Quladi.